Imенно siz uchun mana shu shikalat uyimiz Xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Shunga ulgurib qoling, narxi yaxshi. Samarqand Darvoza ko'chasida, Shayxon Tohir Rudining ro'parasida BM Group Novostroyka. Bir xona 4-etaj, 12-etajga 33 kvadratlik uyimiz Xudo xohlasa sotuvda, narxi zo'r. Kirib kelish eshigiga, kirib kelganda kengish katta garderoblari bilan katta koridor. Bir xonali emas, kattaroq bir 4 xonalik uyda kirib kelganda ashyonasini beradi. Xo'p, kirib kelganda bu yoqda kengish koridor. Bu yoqda sanuzellar. O'zining hamma sharoitlari bilan narx prosta shikalat. Ulgurib qoling, Xudo xohlasa. Bu yoqda zal, ma'mullar spalni bo'ladi. Bir xonalik uy. 33 kvadratlik 4-etaj, 12-etajga, o'rta etaj. Bu yoqda oshxonasi sudya formatda. 33 kvadratlik Xrushevka domlar ham uy qarab yurgan odam biladi. 61, 62, 63 sotishyapti. Yaxshi joydan o'rta etaj bo'lsa. Novostroyka, Samarqand Darvoza, joy prosta bomba. Bizga 63, 62, 61 kerak emas. Alloh barakasini bersin. Agar o'zimga olaman desangiz, 58500 ga berib o'raman. Hamma narsasi qoladi. Kalsraz notarsda beriladi, propiskaga hech kim yo'q. Hujjatlari joy-joyida.